Keling aka. Yotuving. Kiyib yechingmi? Yo'q. Bismillah. Og'ir bo'lsa kes. Yok ekan. Bora. Astaq qo'ying. Mana. Bo'ldi. Aqrab olish kerak. Hech bir chizib qolib ketmasin. Boş. İtari. Hoppa, itari. Mana sizga. Voh. İtari. Hoppa. 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 Zor. Endi boshladik. Ushlab oldim. Endi tiqqatdim tepaga. Ketdik. Bo'ldi. Ketdik. Bo'ldi. Yaxshi aka. Ikkalasini tashqariga ochamiz. Ketdik. Hop, bo'ldi. Ketdik. Ay zo'r. Bo'ldi. Yana bitta. Bo'ldi. Tepaga. Bo'ldi. Tepaga. Bo'ldi. Pastga. Zo'r. Pastga. Zo'r. Bo'sh bilan og'riyapti. Baqirib urish kerak. Bo'sh. Zo'r. Belingizga og'riqni unutib qo'yasiz. Hoppa. Tepaga ko'taramiz, ko'taring. Bo'ldi. Ketdik. Bo'ldi. Ketdik. Bo'ldi, ochildi. Endi men gitaring. Bo'ldi. Ketdik. Bo'ldi. Zo'r aka. Tepaga. 1. Ketdik. 2. Bo'ldi. Bo'sh tashlang boshingizni orqaga tashlang, bo'sh. Zo'r, teskarisi aka. Bo'sh. Hoppa! Osmonga qarab yoting. Zo'r. Bo'sh tashlang. Zo'r. Qiz to'g'rimi? Eng kulminatsion nuqtasi aka. Esizdami? Bo'yningizdan tortganlarim. Ha, esim. Yeni hozir xotirangizga tushiraman. Sekirin. Вот это. Endi bemalol gapirib yoturing aka. Gapingiz bo'lsa agar. Sizlarni oldi qismi tortib orayotgan ekan hozir ikkalasida. Ikkalasida barobarmi og'riq? Mana shu qismida og'riq bo'ladi. Bu o'ng tomonida kamroq, lekin chap tomonida o'ng tomonda ko'proqmi, chap tomondami? Chapda. Yaxshilab ishlab beramiz. Hozir mushaklar tonusligini tekshiramiz.
Rahmat. Okey, mana shuni sizdan o'tib olsangiz bo'ldi, xudo xolisa. Tayyormisiz? Ketdik. Tepaga ko'taramiz, okey. Da g'ayrat qiling. Bo'ldi. Ketdik. Yo'q, bu ko'tarasiz, ko'taring. Zo'r. Endi tushiring. Bo'sh. Davay akam. Joni sog' bo'lsin. Qos. Bitta qol, bo'ldi. Davay akam, siz uddalisiz. Davay, ko'taring endi. Вот, это другая. Endi pastga. Zo'r, ketdik. Zo'r. Okajonim mehribon, men chapga o'tolmayman axir. Da okajonim. Tepaga. Yaxshi, ketdik. Tag'mam siz ko'p yurib baqotsiz deb bo'ldi tashlang. Qo'limni sezdingizmi? Hozir chidab turing. Okey, chidab turing, iltimos. Voy. Oyog'imni sindirasiz. Bo'sh bo'ldi oxirgisi. Bo'ldi. Tepaga. Oppa, endi kuchaydi. Pastga torting. Zo'r. Yonga o'chamiz, ketdik. Bo'ldi. Ichkariga. Bo'ldi. Ichkariga. Bo'ldi. Joni sog' bo'lsa. Bo'sh. Zo'r. Bo'sh. Nima qilishni bildingizmi? Yopasiz. Yo, shpagat ochmayman. Qani? Oching shpagat. Ko'ring oldin. Endi qattiq yapamiz. Ketdik. Bo'ldi. Ketdik. Bo'ldi. Tashqariga. Ketdik. Hoppa, yo, kuchingiz yetmadi. Ketdik. Bo'ldi. Xos. Sekin qo'yma, sekin okajon. Qo'llarim nozikkina o'zi. Yana bitta qat tushaman. Mana shunisida. Xos. Dunyoda eng ko'p ishlaydigan odam bittasi siz bo'lsangiz kerak. Temiz, okey. Og'riq juda ko'p. O'zingizga sekin torting. Torting o'zingizga. Bo'ldi. Ketdik. Bo'ldi. Hop, oldi muskul. Işkitasın. Halemmi? Xos. Tep bormasliklari uchun blok. Biz manual terapiya va yumexoterapiya va kinezologiyani birlashtirib manipulyatsiya jarayonini tugatdik. Endi bemorimizni yurishlarini tekshirib, holatlarini ko'ramiz. Hozir ozgina dam olinglar va sekin turib holatlarini tekshirtirib sekin qattiqroq aka. Yo'q, yaxshilab qiling. Sakroq aka. Zo'r. Yaxshi. O'tib turing endi. Davay, o'tib turing, aka. Mashta. Bemalol. To'xtang. Qo'lingizga bering. Bering. Qani, baravar. Hop. Bemalol. Ketdik. Tashavering. 75 var. 105 var. Endi oxirgi o'tiring.
ozgina manipulyatsiya qilamiz. Tayyormisiz? Tayyormisiz? Ketdik o'rga. Ketdik. Ket. Nima ha? Давай o'kam. Сразу чурорmaydi. Sekin. Ko'taramiz. Bo'ldi. Zalni tashlab qo'ygandan bo'lmasmi? Обязательно. Sizlar bo'shadiyu. Tayyormisiz? Bitta kuch qo'lingizni orqaga qo'yib olasizmi? Bitta ko'tarib sekin tushiramiz. Ket. Sekin. Ko'taring. Hoppa. Sekin. Sekin. Manual terapiyani tugatdik. Xo'p, akamni birinchi bo'lib bel pristup berib qo'ygan, ya'ni ushlab qo'ygan. Ikkinchisi oyoqqa bergan. Oldiga berdimi, demak, masala jiddiyroq. Ko'pchilikda chap oyog'iga, orqasiga va yoniga beradi. Akamda ikki tomonida ikkita oyoqni oldi qismida pristup berib qo'ygan. Hozir ancha yaxshi bo'ldi. 30% qoldi deyaptilar birinchi kun. 100% dan 30% qoldi, 70% ketdi, Xudoga shukr. Xo'p, 3 bosqichli muolaja qildim. 3 tomonga ishladim. Birinchi bo'lib belga ishladim, bo'shatib, yaxshilab ochib oldim. Ikkinchisi tos qismiga ishladim va uchinchisi tizza va muskul tomonlarga ishladim. Hop, nimalar ishlatdim? Birinchisi manualniy terapiya ishlatdim. Bu suyaklarni bo'shatish uchun, ikkinchisi yumexoterapiya muskullarni bo'shatish uchun va uchinchisi kinezologiya ishlatdim. Hop, hammasi muskullarni o'sha tonusini, balansini to'g'irlash maqsadida bo'ldi. Qoyalanishni yaxshilash maqsadida bo'ldi. Ko'pincha bemorlarimizda 100% og'riq bilan kelgan holatlarda unaqa 100% sразу to'xtamaydi og'riqlari. 50, 60, 70, 80% gacha qolishi mumkin. 80% ham juda kam. Atak 50% gacha qoladi va uni ertasi kuni va indingi kunlar sekin-sekin insonni tiklaydi organizm. Xo'p, akamda umumiy holatlari yomon emas, inshaalloh o'zlari ham ikki og'iz. Xo'p, o'zi kuzatuvchilarimiz o'zi ko'rgan o'zidan bilib olishadi. Men qancha mehnat qildim va siz qancha kurashganingizni o'zini bilib olishadi. Bu yerda maqsad reklama emas. Shunaqa sizga o'xshagan bemorlarga siz orqali ular ham shifo topib, siz sabab bo'lib qolsangiz ham biz ham xursand, ular ham xursand, hamma xursand bo'ladi. Maqsad shu. Odamimiz ko'p, Xudoga shukr. Har videoda shu gapni aytaman. Biz reklamaga jamchalik muhtoj emasmiz. Prosta shunaqa muolajalarimizni odamlar bilmas ekanda. Facebookdan yozishadi, mana ko'p joydan yozishyapti, lekin men o'zim bilmagan ekanman. Instagramdan okajonim ko'rishamiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat kattaga. Inshaalloh yaxshi bo'lasiz. Xudo xolasa. Hammasi yaxshi.